Mana bu o'simlik rangini qaranglar. Hech qanaqa filtrsiz, просто buning rangini. Go'zal. Kelayotgan joyimiz Goa Ganesh degan joy 9-11 asrlar o'rtasida kashf etilgan g'orlar bor. O'sha g'orlarga tushamiz hozir. Mana bu daraxtning ildizlarini tomosha qilinglar. Voy. Men yaxshi ko'radiganman. Juda go'zal daraxt ekan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu hammasi ildizlari, qanaqadir suv tagidagi hayvonlarga o'xshaydi anaqasi. Nima edi? Formalari. Hamda biz kelgan joy juda go'zal joy. Goa Ganesh deyiladi. Mana bu narsa yotibdi-ku. Bu qanaqadir binoni elementi. Bu ham qadim zamondan qolgan bizgacha. Taxminan 9-11 asr. Bizdan oldingi sivilizatsiyalar yashagan-da bu yerda. Lekin jungli haqiqiy Mowgli sifat. Hamma yoq ko'k, yashil, hamma yoq lianalar. Juda go'zal. Xatga tuflamasang go'zallik. Mostikka qaranglar. Bu yoqqa sharshara tushgan pastga. Bizdan o'zbeklar bo'lganda mana yoq kafe qilib qo'yishardi. Bularda esa hammasi milliy gurur. Yana bir bor assalomu alaykum. Ilhom DJ Pilgrim Bali orolidan, Ubud shaharchasidan ilk bor o'zbek tilida vlogini olib bormoqda.
hozir biz sizlar bilan juda go'zal tabiatlar bilan tanishib chiqdik. Haqiqatan ham juda go'zal. Lekin to'g'risini aytaman, namlik bor-ku, bizga vaqt to'g'ri kelmaydi. 80% dan ko'proq jipqa ho'l bo'lib ketdim. Hamma yoq suv. Hamda har doim yomg'ir yog'adi. Kelsanglar bu yoqqa oldindan bilinglar. Muson yomg'irlari bo'layotgan paytda kelmanglar hech qachon. Chunki hamma yoq nam bo'lib, oyoq kiyimi, sochiqlar, yostiqlar hamma yoq nam bo'ladi. Namlik bizga to'g'ri kelmaydi. Like, podpiska bosinglar. Keyingi to'xtash joyimiz o'zimga ham noma'lum. Indoneziyaga ming rahmat. Biz esa Toshkentga. Xayr. Bo'ldi, boshqa syomka qilmayman deb o'tdim, lekin to'xtagan joyim shunaqa yoqdi menga. Bu emas, yo'lni nari betiga qaranglar, mana. Hop, hozir o'tamiz shundoq. Mana shunaqa joyga keldim, magazinga. Endi bilasizlar, Ilhom aka hozir remont boshlayaptilar. O'shanga menga qiziq bo'lyapti. Hamma narsalar mana bunaqa dekor uchun. Mana qizil begemot yoqdi, mana. Mana bu mushuk yoqdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Voy, men bilan qutda ekan. Mana bunaqa narsalarni uyga qo'ysam nima deysizlar, ha? Hamma ham xafa bo'lmasmikinlar? Mana buqani qaranglar kattaligini. Shishadan stiklanniy qilingan, ha? Vashbe go'zal ekan. Mana bu kuchuklarni qaranglar. Vobshe dahshat ekan. Vo, kirgan joyim. Mana menga yo'qotdi. Mana buni dekor deydi. Mana shu narsalar interyerda, zamonaviy interyerda juda go'zal ko'rinadi. Nima deb o'ylaysizlar? Voy, 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 mana bu narsalarni qaranglar. Voy, 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 voy. Mana flamingani qaranglar. Voy, 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 voy. Bo'ldi. Men kamerani o'chiraman, borib menejerni topaman-da. Menejerni topib gaplashaman. Qanchalik bu narsalarni Toshkentga yuborsa bo'larmikin, yo'qmi? Hozir hammasini bilib olamiz. Juda xavfli narsa qilyapman. Kamera qo'limdan tushib ketsa, hamma reportaj Amicho Morris bo'ladi, lekin endi xavf qilmagan odam shampanskiy ichmaydi. Endi biz shampanskiy ichmaymiz umuman. Lekin mana shunaqa ozgina bo'lsa ham mototsikldan ham sizlarga kadr qilib berdim. Bitta qo'lda ushlab ketyapman, ikkinchi qo'lda syomka qilyapman. Lekin kamerani tushirib yuborsam, hamma material dabdalasi chiqadi. Hali materialni backup telefonimga tashlab qo'ymaganman, o'shaning uchun yana ozgina xavf bilan yuramiz. Qiziq bo'layotgan paytlarida kamerani перевернуть qilaman. Mana masalan hozir qaranglar, trafikni qaranglar. Bu Bali mashinasi Shanxaydan battar. Ko'rdinglarmi qanaqa chiqib ketganimizni? Mana shunaqa. Ozgina yana sizlar bilan ushlayman kamerani. Hozir yana ko'rsataman yo'llarni. Mana mashinada yurish Ubudda вообще azob, chunki bularda hamma yoqda trafik probka. Faqat bike, mototsikllarda yurayotgan odamlar tez-tez o'ta bo'ladi. Qolganlar esa bizga o'xshab hozir mana probkaga turibmiz. Navbatimizni kutib. Lekin meni shoferim вообще zo'r bola ekan, shunaqa shustri bola ekan. Hamma teshiklarni bilar ekan, tez-tez o'tib ketar ekan hamma yoqdan. Nima desam ekan yana? Sog' salomat bo'linglar. Sarguzasht qilishni unutmanglar. Sarguzasht qilgan, hayot bilgan. Hayot bilgan malades. Badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut, yengil bo'l. Usulni mushar, sendan ol. Badanni bo'sh tut, 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 yengil bo'l. Usulni mushar, sendan ol. Badanni bo'sh tut, badanni
ko'rdinglar, sekin akkuratman chiqib ketyapmiz. Joyda turmayapmiz. Shunaqa daraxtlarga, boshqa bayklarga yaqin o'tyapti bu bola. Gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy mutaxassis ekan. Bardak ko'chalar, tor ko'chalar, bardak ko'chalar, tor ko'chalar, bardak ko'chalar, tor ko'chalar, bardak ko'chalar, tor ko'chalar. Ham daraxt qaraylar go'zalligi. Daraxtga gap yo'q. Ждут yengil bol, usulmusha, usulmusha, usulmusha sendan ol. Badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut, badanni bo'sh tut. Bu badan sen emas, bu dil uchun kiyim, bu o'yin, bu movie, sinema kino movie. Bu badan ijra abadiy o'ylaylar deb mashina olsanglar, soatlab turasizlar probkada. Agar taksi bayk olsanglar, mana bunaqa bolalar tez yurarkan, lekin bitta minus tarafi bor. Выхлопной gazli bor, shu bilan nafas olasizlar. Ikkinchi tarafi juda ham qo'rqinchli. Millimetr o'tyapti-da hamma narsadan. Shunchalik o'rganganda bular bizga bu shokda. No, men maza qilyapman. Hayotda hamma narsani tatib ko'rish kerak. Mina. Mana sizlarga spesial olib beryapman. Qanaqa ketayotganimizni ko'rasizlar. Вообще bu yo'l harakat xavfsizligi bor-ku. 0 deb bu yoqda 0. Odamlar intuitiv haydaydi. Bilmayman qanaqa yashaydi bular bunaqa. Men masalan ozgina emas, yaxshigina shokdaman. Tomosha qilib maza qiling. Assalomu alaykum. Yana bir bor shu va'da qilganimdek unikal kontent davom etmoqda. Biz sizlar bilan hozir Lotus bog'ida biza Lotus guli dunyoning eng go'zal gullaridan biri. Tomosha qilib, miriqib maza qiling. Ilhom akam hozir mana shunda o'tiradilar-da. Men bulardan iltimos qiladilar. Bizani ham rasmga olib berishadi mana shunaqa go'zal joydan. Rasmga tushib olamiz-da. Keyin sizlar bilan borib Lotuslarni tomosha qilamiz. Haqiqatan ham juda go'zal joy ekan. Seni sog'inganman azizim, seni sog'inganman sevgilim, jonim sog'inganman seni yolg'izim. Ko'zlaringga men muhtoj, sensiz yashash noiloj. Jonim seni sog'inganman, ko'zlaringga men muhtoj, sensiz yashash noiloj. Seni sog'inganman azizim, seni sog'inganman sevgilim. Endi xayrlashishga vaqt keldi-yu, bilmadim. Bu vlogda bir necha bor marta xayrlashdim, lekin xatga bormasam go'zalliklar qo'yib yormayapti. O'shaning uchun bilmadim. Bu oxirgi lokatsiyamiz yo'qmi? Lekin
Men maza qildim. Gullarni chunki juda yaxshi ko'raman. Sizlar ham gullarni yaxshi ko'rasizlarmi? Kommentdan yozib yuboringlar. Qaysi gul sizlar uchun eng go'zal gul? Hamda qizg'anmanglar. Anaqadan kommentlardan. Asosiysi qayerga boradigan joyimizni ham yozib yuboringlar. Qayerga bormoqchisizlar, nima ko'rmoqchisizlar? Bajonidil hammasini bajaramiz. Assalomu alaykum. Men уже Jakarta shahridaman. Aeroportda. Nima uchun maska? Maskani tavsiya qilib qolaman chunki odamlar har xil, hidlar har xil. O'shaning uchun o'zingizlarni saqlash uchun maska taqsanglar yaxshi bo'ladi. Bizda primoy reys yo'q. Biz har doim Jakartaga kelib, keyin Skytrain poyezdga o'tiramizda 3 terminalga, 3 terminaldan 1 terminalgacha poyezd yuradi, Skytrain deyiladi. Qiyin emas, tez topib olasizlar, so'rab olsanglar aytib berishadi. Hozir esa men Balidan Jakartaga kelib, o'sha Skytrain ostanovkasiga kelib kutyapman. Bizani 1 terminaldan 3 terminalgacha olib borishdi. Bizani international parvozimiz 3 terminalda. Local Baliga uchish esa terminal 1. Qiyin emas, hammasini bilib olasizlar, so'rab olsanglar ham bo'ladi. Agar shunda ham qiynalsanglar, mana Travel Point kontaktlari turibdi. Murojaat etsanglar, chuqur detalizatsiya qilib berishadi. Qanaqa boriladi, qayerga boriladi va hokazo.